Voy voy. Chiqadi endi. Orqasidan Toyota tushyapti. Mana tovudan Qozonkov. Bugun yakshanba, yomg'irli kun. Biz 7 tacha mashina bo'lib Surenota tog'lariga ketyapmiz, faqat orqa tarafiga. Ko'ramiz yomg'irda qanaqa bo'ladi. Ketdik. O'rtada hozir Parkentdamiz. Parkentdan bitta dalaning orasidan kirib o'tib ketamiz. Surenotaga ketayotganda o'zi mana shunaqa yo'limiz bor. Sal nariroq yursak achchiq ko'l. Hammaga mashhur 5 barmoq bo'ladi. O'shaning o'rtasidan kesib o'tib ketadigan joy bor. Hozir havo ko'rayotganingizdek yomg'ir yog'yapti. Dalaning o'rtasi loy bo'ladi. Shuning uchun havo bosimimizni ham tushirib AT balonda 1.5, MT balonda 1.3, 1.4 ligacha pakat tushirib turamiz. Bu yog'ini ko'ramiz. Mana shu yo'l bo'ylab sekin ketamiz. Bizda bitta hozir ekipajimiz kechga qolyapti. Bu ekipajimiz juda ham kerakli. Nimaga kerakli? Chunki bizning oshpazimiz ovqat tayyorlaydi. Biz hozir yo'lning o'rtasidan kesib chiqishimiz uchun tekis yo'ldan yetib oladi bizga. Ketdik. Следом не спускается по одному. Spuskuliga anaqa ekan ancha. Seryo'zdan ekan. Voy, sirpanishini qaranglar. Borgan sari o'sha 3-chi mashina tushishiga yaqin sirpanchuv bo'lib ketyapti. Biz yaxshi tushib oldik, mana bu aka sal ko'tarib ketdi. Shunaqa ahvol. Mana 3-chi mashina Grand Cherokee Jeep. Shuni ko'ryapsizlar. Hozircha bemalol qiynalmasdan palapasniroq bu. Orqasidan Toyota tushyapti. Saksontalik. Bu juda og'ir mashina, buni ko'pchilik biladi. Bemalol. Xudoga shukr. Ko'rayotganimizda tezlashib ketdi mashina. Tank 300. Hop, ko'ramiz, qaranglar qanaqa balandlikdan tushyapti. Loy, yer. Juda sirpanchiq, chunki o'zim yurganimda bu yerda ko'rindi, shu oyoq kiyimim o'zida sal qolsa dumalab tushaydi. Yomg'ir yoqqani hisobiga ozgincha xavfi bor. Orqasidan Trailblazer. Trailblazer ko'rasam shuni. O'rtoqlar, mana sekin-sekin bizani birinchi bir
nima deydi, loyli tushishimizni tank 300 ham tushyapti. Mashdan sekin Surinota yo'llariga qo'shilib olishimiz kerak. Umumiy manzara ko'rinishi hozir sal bir o'zimga qiyin bo'lyapti-yu, mana bundoq ochib ko'rsatsam, bahor shunisi bilan go'zal, chiroyli, qaranglar, hamma yo'q yashil bo'lib turibdi. Blazer iyi dizelli. Hozirchalik qiyinchilik ko'rmadim. Bu kichkinagina suv bor. Suvdan o't olamiz. Akbar ekan suvdan yuraman dedilar. Voy, botdi ko'rdinglar. Chuqur ekan-a? Ha, chuqur ekan. Jeep Grand Cherokee suvdan yuryotganlar, chuqur ekan, botdi. Qani ko'ramiz. O'zi chiqa olyapmikan? Bemalol. Qiyinchiliksiz chiqdi. Bunaqa tez chiqadi deb o'ylamadim. Ha, qani yurarlar yana. Ha, tezroq yuring-chi. Voy, qoyil. Qoyil. 80 talik. Qani? Voy, o. Да, передок у него не включается. Я не знаю, у меня передок работал или нет. Передок не включается. Не, у него включается, та сторона крутится. Chuqur aylanib o'tib oldi-da, men boya yurganimda qazib chuqur qilib qo'yuvdim. Shu aylanib o'tib oldi. Aza, дай чуть вот левее. O'tasizmi? O, endi bitta gallop beram urinib ko'rmoqchi. Mashina olib qo'ysangiz. Чуть-чуть, пожалуйста. To'xtang. Voy. Aza. Sal qoldi. Vo. Sal qoldi. Ko'p akurat. Buyoqda. Yo. Ketdi endi.
него тоже блокировок не хватает. Mana shunaqa qilib mazax qaydash kerak-ku mashinani. Ya bamda aylanib o'tib ketib ko'ring-chi, hech kelayotgan bo'lsa. Ya chiqmaydi. Hatto endi navbat tank 300 ga. Bu en samый заряженный bizning ichimizda, chunki tank 300 da bilasizlar, hamma blokirovkalari bor. Endi Xitoy hozirgi paytda eng moshniy внедорожниклaridan bittasi, bilasizlar buni? Voy. Akbar aka sekin chiqib keldi-yu. Shivasingizmi bu? Yengiladi. Tavaqli. Xuddi tekis yo'ldan yurganda yurdi, tank 300. Gap yo'q. Tank 300 zo'r ekan, tank 300 zo'r. Ha? 10 yilda. Oldiga o'tib ketaman. Я по списку то, что Димка написал, правда там походу это. Biz просто oldingi safar bor. Больше было. Короче, o'rtoqlar, o'tgan safargi an'anaga sodiq qolgan holatda endi bu safar faqat mikrofonimiz yo'q, ovozimiz qanaqa eshitiladi bilmayman. Balki 05 ga olib kamerani yaqinroq ushlasak yaxshi eshitilishi mumkin. Aza bizani 80 talikda yuradigan, у тебя какой двигатель здесь в автомобиле? 1 UZ-FE. 1 UZ-FE 4 litrli hajmga ega bo'lgan V8. Aza, savol, если тебе удобно, ты можешь на русском. Nechta pul ketdi shu mashinaga? После 30 считать перестал. 30 mingdan kelgan. 30 minggacha pul tikkan, u yog'iga уже sanagim kelmaydi deyapti. Necha yildan beri shu yo'nalishda? 4 года. 4 года. 4 года. Nima qilingan endi? Здесь особенность nima boshqa 80 talikga qaragan? В первую очередь мотор Ага. V8. Mhm. Колеса 35-е, лифт 4 дюйма Ironman Aha. полностью. Ну, силовой обвес, круг, багажник, освещение, сиденья другие. И kraska ham kraska boshqacha. Raptor, da. Raptor Raptor. kraskada, to'g'rimi? Bu asosan musobaqalarda qatnashadi, Сколько раз ты на соревнованиях участвовал? Ну, в Узбекистане, наверное, раз 8-7. Раз 8. Да. И в Кыргызстане, в Казахстане тоже выступали, катались. Xullas, mana qisqacha ma'lumot bizani 80 talik Aza do'stimizdan, ukamizdan. O'zi zo'r bola, yaxshi bola, o'zi bumlar chiqish yana ham qiziq bo'ladi. Shunaqa qilib bugungi sayohatimizdagi mana 80 talikdan boshladik intervyu. Ketdi endi keyingi mashina. O'rtoqlar, endi tank 300 ikkita, bittasi stokoviy holatda, o'zini ballonlari bilan, lifti yo'q. Buni komplektatsiyasi City deb nomlanadi, ya'ni shaharga moslashgan, doim to'liq privodda, lekin mufta orqali. Bilsanglar, tankni part-time sistemaligi bor, off-road sistemaligi, ya'ni orqa tortadi, oldi jostki qo'shiladi. Va City komplektatsiyasi bor. City komplektatsiyasi doim to'liq privodda, qaysidir ballon buksavat qilishni boshlasa, yo oldi yo orqa o'q, shu mufta orqali ulanadi. Bu bizda заряженный tank 300. Tubiyaga keling, bu yoqqa. Okey, assalomu alaykum, yana bir bor. Ozgina muxlislar uchun endi tank 300 bo'yicha ma'lumot bering. Nega aynan tank 300? Assalomu alaykum. Tank 300 tanlaganimiz sababi biz Rossiyada buni haydab ko'rganmiz. Haydab ko'rib, bizga yoqqan. Keyin ценовой segment narxi bo'yicha ham o'rtada. Masalan, Toyota Land Cruiser'ga o'tsa sal off-roadga balandroq narxi. Mashinani jalka. O'ldirib tashlash. Bu средний segmentda hamma blokirovkalari bilan. Hamma. То есть проходимость способности ko'proq demoqchisiz. Ha, sizda bilishim bo'yicha buningiz dizelda. Ha, bu dizel. Buningiz benzinda. Bu benzinda. Ha, nega dizel? Dizel endi men o'zim 10 yildan beri dizel mashinada yuraman. O'shanga buni dizelning chiqishini kutyaptim. Buni dizeli o'tgan yili martda chiqdi, shu bilan zakaz qildik.
dizelni kutash momenti balandroqda. Offroadda yurishga. Ну, to'g'ri. Aylanish kuchi Foydalanadi. ko'proq. Faqat оборот, не оборотистый bo'ladi. Оборот past bo'ladi. 1,5-2 оборotda уже yaxshi tortadi. Endi eng asosiy savol, necha pul pulingiz ketdi bu mashinaga? Mana shu holatingizni olib kelishga va nimalar qildingiz? Mashina stok holati 58 mingga tushdi. Xitoyda 38,5 mingga oldik. Avtomoshkasiga 20 mingga. Keyin bunga Cayman 2,5 dyuymli lift podveska qildik. 2,5 dyuym. 2,5 dyuym. Cayman 2,5 dyuym podveska qildik. U taxminan 3,5 mingga tushdi ustanovkalari bilan. AT rezina oldik. Maxxis 285 717 7017. Aha. 5 ta rezina, 5 ta disk taxminan u ham bir 3 minglarga tushdi. Taxminan bir 7 mingcha ketdi. Taxminan 7 ming ketdi, ya'ni sotib olganingizdan keyin. Shunda umumiy shu mashina necha pulga aylandi? Hozir umumiy hisoblasak bir 65 mingdan oshib ketdi. 65 ming. Endi tank 300 ga qiziqayotganlar ko'p-da. Mana siz birinchi O'zbekistonga olib kirganlardan bittasisiz, eng birinchisi bo'lmasa ham. Oddiy stokoviy tank 300 ni insonlar o'ziga olib kelmoqchi bo'lsa, necha pulga aylanadi taxminan? Hozir oddiy stokoviy tankni o'ziga olib kirsa taxminan 47 mingga tushadi benzinlisi. Benzinisi 47 mingga tushadi. Lekin diskani juda chiroyli sinov. Hozir menga rosa yoqdi. Klassik stil. Ha. Ani eski ani kopeyka Jigulilar bor. O'shalarga o'xshaydi. O'zi kuzovi ham klassik bo'lgani uchun eski ham klassik yarashadi deb hisoblayapman. Rahmat kattakon. Rahmat. O'ziga yoqyaptimi shu mashina? Olmoqchi bo'lganlarga tavsiya berasizmi, bermaysizmi? Tavsiya beramiz. Hop, dizelli nima, benzini nima? Endi dizel sal kaprizero, Euro 6 bu mochivina qo'yish kerak. Aha. Agarda namuncha xunu nomlanadi, mochivina. AdBlue deyiladi. AdBlue mochivina deyiladi. AdBlue. Endi agar zamorozka qilaman desa, olsa bo'ladi, bo'lmasa benzinini olsa ham normal. O'rtoqlar, men benzinoviy tavsiya qilaman. Все-таки menga kaprizniroq dizelliga qaragan. Endi V8 yo'q bularda. Azar V8 qo'yib olganda, sharichi V8 deyapti. Не, ну у меня трактор тоже есть. Ketdik. O'rtoqlar, keyingi mashinamiz Hyundai Galloper mashinasi, dizelda, mana egalarining o'zlari. Assalomu alaykum yana. Ozgina ma'lumot bering mashinangiz bo'yicha. Bu Hyundai Galloper o'zi torda 56 da chiqqan. Aha. Dizel motor. Necha hajmga ega? 2 tur. 2 tur, 4 silindrmi? Ha, 4 silindr. 6 tadan maksimum 9 tagacha salar kiydi. Ha, 6 litrdan. Men endi bunga hozir turbina qo'ydim. Isuzu turbinasini qo'ydim. Oho. Turbina qo'ydim. Kurtashi momentini oshirdik, ot kuchini oshirdik. Xudo xolisa, yaxshi. Lekin O'zi nechta edi ot kuchi va taxminan nechtaga bo'ldi? 74 deydi. Aha. Hozir hisoblab turdik, 150 ta beryapti. 150 ta beryapti. O, ancha trezviy bo'libdi-da, maza qilib yuradigan bo'libdi. Hozir interkuller qo'shsang bo'lyapti, yana 30 ta olasan bo'lyapti. O'zi Toshkentda bu sanoli shakli. Men shu faqat sizda ko'rdim men buni. Buni mendagi ma'lumot faqat aeroportga berilgan ekan. Ha, yo'q. Bir auksionda aeroportdan olingan. Hop, buni olgandan keyin taxminan necha pul ketdingiz? 1600 ga diska banan taqdim. Aha. Bo'ldi, boshqa hech narsa turbina qo'ydim. Libyotgacha. O'zinikimi? Libyotga yo $300 libyotga taqib oldim. $300. U yoq bu yoq 2000 ketganmi? 2,5 ballonlar 2,5 ming Ha, ketdi. turbina hammasi 2,5 ming ketdi. Davolniymiz mashinani? Ha, zo'r lekin. Zo'r. Ana shunchaki minishga ham rasxod Buni chiqadi. tushuntirmang, bu qanaqa o'zi? To'liq privodmi yoki partiya sistemadami, orqa tortib oldi qo'shiladimi, blokirovkalari bormi? Yo'q, blokirovka yo'q. Hop, Oldi orqa qo'shiladi. oldi qo'shiladi. Ha, oldi qo'shiladi. Panishingi bor. Aha. Bo'z blokirovkalari yo'q. Eng sodda, ana maksimalniy sodda mashina. Keyin bitta ma'lumot berib ketmoqchiman. Aka, siz nima ish qilasiz o'zi? Men o'zi katta mashinalar rama rektovka qilaman. Ya'ni oddiyroq sodda tilda tushuntirib bersangiz insonlarga. Tilda tushuntiradigan bo'lsam, noldan mashina yig'amiz. Aha. Noldan katta mashina, faqat gazeldan tepasi. Aha. Lexogarlar. Furalar ya'ni. Ha, shunaqa. Kamazlar. Aha. Shunaqa fura, kamaz. Aha. Spes texnika bo'yicha. Spes texnika bo'yicha. U ramalarni to'g'rilaysiz. Rama to'g'rilaymiz. Qishayib ketgan bo'lsa, rektovka bo'lsa. Shunaqa. Ag'darilganda yo boshqa qilganda ramas qishayib qoladi. O'shalarni to'g'rilaymiz. Instagram profillarni отметка qilib ketaman. Vdруг bu kimdir xizmati bo'lsa, то есть mana shunaqa yaxshi professional usta qidirayotgan bo'lsa, unga bog'lansanglar bo'ladi, profillarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Men ham yaqinda ishga kirib, oqamlar shuncha yurib, kirib ko'rib hayron qoldim-da. Ye, bu bilan yuradigan oq shunaqa ish qilarkanlar deb. Xudo xolisa bizning ishxonamizdagi svachniy apparat Toshkentda bir 3 ta dona odamda bor. Unaqa Qiladigan ishim, qiladigan ishim o'zi 4 ta dona odam qiladi.
Yana bitta proyektlari bor, aytgancha, to'g'rimi? Nissan Patrol Nissan 60-kuzov qaratish. Uni musobaqaga mo'ljallab yig'yaptilar. Qachon ko'ramiz u mashinani? Menimcha kuzlarga chiqaramiz. Kuzlarga? Ha, chunki ishdan ortmayapmiz. Bo'ldi, okey, rahmat. Ishdan Manzara juda chiroyli ekan. Varey uchrishyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Biz yo'limizda davom etamiz, asfaltga chiqdik. Короче, xatidan yursak, mashdan kesib chiqsa ekan bo'lar ekan. Chiqib ko'rmoqchiman. Atram bunaqa joyda повышенныйda chiqasizmi? Понижение aka. O'shani ESP'ni o'chirib qo'yib, пониженияda chiqaraman. Бараке, все, всем ехать? Сейчас, ребят, я изучаю, сейчас, минутку. Atram пониженныйga dolga o'tadi, shunaqami? Da, shunaqa. Еще. Atram o'zi o'mlamda yo'lam bor ekan, chiqib ketishga. Spikot pechib oldi. O'mlan oldida. Bunda qadrli keldik. Biz ham bu yoqdan chiqib ketishimiz kerak. O, Adham ketayotgan joyda. Tak, mana bilan Adham chiqdi. Qolgan mashinalar endi ko'rayotganinglardek bunaqa yo'l Trailblazer chiqa olmabdi. Menimcha. Zamallab chiqib oldi. Suyubga qila olmadim-u. Ozgina varillab oldidan o'tib oldi. Trailblazer cho't turib qolibdi bu yoqqa. Я? Лебедку надо будет это. У него же тоже есть лебедка? На ТБ? Да. Тогда пусть не корится, потому что его занесло, а сзади труба. Не, в принципе, Акбараке, если на газах, зайдут. Mashina sal chiqayotganda tushib ketganda Damir. Adham rulni menga maksimum bir gazni bossangiz bundan aylanib tushib ketar ekansiz. Bu endi sxvatovich qilishni boshladi oldi. Ha. Ne gaz bosmayapsiz? Shu elektronikasi ko'p mashina shunisini yuvasizda. Adham ne vang'illayapti? Ha, bo'g'yaptimi?
Давай, не бьет. Время не будет. Oo. Oo. Çıktı direkt böyle. Bakalım. Ket. Egasini o'zi tushunib oldi. Bo'ldi, dalchi yurg'izib yuboring, keyingi mashina. Toyota bu. Bu zamena водителя bo'lyapti. Atxam sekin. Атхам, давай так же толкни его. Yo'q. Bular panejini birda chiqartiradi, menimcha. Sakson'talik. Gapi yo'q lekin o'xshatdi. Rебят, давайте мы. O'rtoqlar, shunaqa bo'ldiki, biz Kumushkonga kesib chiqishga qaror berdik. Sal pastroqda o'mlan yurib ketsak, Kumushkonni kesib chiqargan. Kumushkonga kesib chiqarganmiz. Shuning uchun bu yerdan yurmadik. Ketdik Kumushkon tarafga. Chunki vaqtimiz уже obed bo'lyapti, povrimiz kechga qoldi. Har doimgidek har bitta uchastnikimiz kechga qoladi. Mana shunaqa vaqtimiz yetmaydi marshrutimiz bo'yicha. Xullas o'rtoqlar, mana shu joydan to'g'ri Kumushkon tarafga qarab yurib ketishga qaror berdik. Mashdan yurib, atirlilarning ichidan ketamiz. Xuddi bu yerda to'xtab, obedimizni qilib olamiz. Chunki ko'pchilik qorni ochib ketdi. Biz oxirgi mashinamiz ham keldi. Ketdik endi. Qanday ochib beramiz-ku? Lekin oddiy mashina yurolmaydi. O'rtoqlar, aytganimdek, mana bu to'g'ri tog' Surenota cho'qqisi. Surenotani biz u yoq tarafida yurardik. Hozir biz bu yoq tarafidamiz. Hozir yo'limizga sal bu yoqqa kelsak, ko'rinadi, pastlik tush bor, joylik bu. Qarayda qolgan mashinada turuvdi. Shu yerdan sekin tushib, dalchi ketamiz. Mana shu kes adirlik kelsa o'tib ketishimiz kerak. Qanchalik udalaymiz, bilmaymiz. Hozir hamma tez to'xtab ovqat qilaylik deyishyapti, qorni ochib ketdi. Ketdim aka, o'zingiz mashina urasizmi? Ketdim, galopga tushib ketadi. Qolgan jamoadoshlarimiz tepada qo'ylab turibdi.
Mamlakatdan birinchi bo'lib boshladi. voy, dahshatli manzara. Matxam aka, ratsana ola qoling. Tepadan ustdan tushyapmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar qanaqa jiddiyligini kaliga tushirib olib sekin tushdik. Apasining kuchi juda loyiq. Orqadan 80 talik top. Kamera olib bera olmayapti. Olib bera olmayapti. Chunki mana bunda avvalmanda xuddi oddiy. Vaholanki jonli ko'rsa juda ham bir Qo'rqinchli. ana ikki tepalikdan tushyapti. Yaxshi kaliya bor ekan. Kaliya bo'lmaganda mashina olib ketib qolardi holiga qarab. Rafsiz bor. Yo boshqa rason. Solib
agar mabodo narigi tarafda yo'l bo'lmasa, hozirgi tushayotgan joyimizdan qaytib chiqib ketish juda xavfli. Ya'ni imkonsiz emas-ku, lekin juda ham xavfli. Qolgan mashinalarni hozir mana tushib ko'ramiz. Ha, yozgacha sabr qilamiz. Trailblazer. Trailblazerni kim deydi? Anaqa, ha. Hot Trailblazer tushib ketishiga sal qoldi. Ko'ring. Trailblazerimiz chuqur kolleya bor edi. Chuqur kolleyadan, ya'ni bunda chuqurlik bor-da. Hammamiz shu balonni shu chuqurlikka tushirib olib, xuddi relsdan yurganda yuruvdik. Trailblazer chiqib ketdi. U chuqurlikdan chiqib ketsa, mashina endi juda ham anaqa loy sirpanchuvda, u pastga qarab ketib qolishi mumkin. Atqan chopib ketdi endi yordamga. Trailblazerga yugurmasa kim yuguradi boshqa? Ha, rahmat. 5-6 ta joyga borib keyin keladi. Undan ham tanimasdan bir-birimizni tanimasdan. Sekin tushyapti, orqasidan tank 300 dizelni yushyapti. Orqadan tank 300 ham sirasi tushishni boshlabdi. Lekin bitta narsani aytish kerak, mana Azaga joy haqiqatda maza qilyapti bor-ku. Jimjitlik mana, prям hech kim yo'q. Hech jimjitlik. Yaxshi hech kim kelmagan. Lokatsiya endi o'rtoqlar qabul bo'ldingizlar. Berolmaymiz, imkoni yo'q. Chunki men bundan oldin ham hech kimga lokatsiya tashlamaganman. Bizning do'stlarimiz tashlashgan. Bizning do'stlarimizdan keyin borilganda uje musulmona bo'lib yotib turgan. Trailblazer. Uy. Sal qoldi boru Trailblazer uzun chiqdi. Sirpanib ketdi deb yoqqa. Tajriba baribir rol o'ynayotgan. Orqasidan 300 tushyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda qiziq bo'ldi. Xudo ko'rsatmasin, nimadir bo'lsa. Har doimgidek videoda bilinmaydi. Spus juda jiddiy. Loy tim bo'ldi. Ket. Şu olmadı kalama. Lekin juda pastlik bo'ldi. Orqasidan tem 300 shot ko'ramiz endi. Ani Qur'on. O, shma tank 300 ham tushib oldi. Subiy aka qalay bo'ldi? Adrenalin berdimi? Yomon beryaptimi? Endi men bitta savol bor, to'xtab tursangiz.
Agar to'g'rida yo'l bo'lmasa, ehtimoli bor. Ha, skvajna yo'l bo'lmasligi. Обратно chiqish kerak. Обратga chiqish kerak. Yo'q, qolish kerak. Chiqish kerak. Tank 300 bu stokovoy ballonda, ya'ni o'zini zavod tarafidan ishlab chiqarilgan ballonda yuribdi. Adham молодец, har doimgidek yordamda. Ikkinchi tank qiynalib tushyaptilar. Adham aka yordam beryaptilar. Ko'rinishidan oddiy bo'lishi mumkin tushunishinglar uchun. Lekin juda opasniy, bo'lmasa tez tushib bo'lardi. Orqasidan Toyota 80 talik tushyapti. Ko'ryapsizlar qanaqa qiyin bo'layotganini. Sakson taylan sekin shu. Shu oldilar. Lekin rosa qiyinchilik bo'ldi. Bitta mashinamiz qoldi. 80 talik. Bizani powerimiz. Power bo'lmaganda ketib olardik. O'zi kechga qolgan shu. 1 soat, 1,5 soatga marshrutimizni o'zgartirgan. Majbur tutamiz. Qani gap keringlar-ki. Aka, qanday bo'ldi shu ishni aytavering. Ozgincha страшно bo'ldi, lekin tushgandan keyin ощущение bo'ldi. Adrenalin oldingizmi? Ozgina jim qildimi? Видео опять выставите здесь. Начнется на кобальте, на матизе. Да нет. Нормально идет. Нет, там сухо как раз, куда вот он сейчас встал. Там камни. Нормально, нормально. Да отпусти ты газ, а! Ну, на первый пониженный едет. Ну что, уважаемый повар, ваши ощущения? Да лучше готовить будет, чем есть. Сейчас, скоро будем готовить. Тень найдем. Ketdi o'rtoqlar, ozgina dal yurishga. Sal oldida ham qiynalyapti. Ko'rinmayapti bu yerda 80 talik turgani uchun kameraga. Hozir aza yurib ko'radi, o'shani ko'ramiz. Mana aza yurib ko'ryapti. Aza qiynalgani ham yo'q. Chunki kalya ochib berdi ham. Endi bizning navbatimiz. Mana shunaqa loyihadan sekin ketyapmiz. Biz mana bu yoqdan soydan menimcha o'tilgandan keyin mana shu tikka tepaligiga chiqib olishimiz kerak. Uning uchun yaxshigina razgon kerak. Ham ketdi birinchi. Xudo xolasa eson omon chiqib olsa. Ketdi, juda yaxshi ketyapti. Davay Adham. Chiqib oldi. Endi azan navbati. Ketdi aza.
hozir chiqqan tikaligimizni ko'ramiz. Qaranglar, qanaqa seryozniyligini. Akbar akam chiqyaptilar Grand Cherokee'da. Juda seryozni. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chiqdilar. Mana bu tabiatni qaranglar, qanaqa tepaligiga chiqib keldik. Voy. Az o'ziga kuch topib qoldi. Shu qolgan mashinalar ham mana chiqishga urinishyapti. Manzara вообще go'zal a? Вообще gap yo'q. Sразу aytamiz, bu yoqqa chiqish kerak. Gap yo'q. Aka birinchilardanmiz. Вообще manzaraga gap so'z bo'lish mumkin emas. Kimdir qiynalyapti. Sen ko'ryaptimi o'tda? Qanaqa? Nima edi? Hyundai. Galupa. Meniki o'zi mana zo'r joyga oldim, pastdan tushayotgan polni ko'rib turadi. Sasib ketdi. Оборот baland. Moshina yurishga qiynaladi. Akbar aka qotdi. 80 tali. Bu yuramadimi? Beshga tortdi. O'rtoqlar, ba'zan Toyota 80 tali o'zini dizel motori bilan yurishga qiynaladi desam, ba'zilar ushib tashlaydi. Hattoki benzin motori ham 4.5 bo'li-meni juda yaxshiroq yuradi. No, dizel juda qiyin. Chiqyapti, lekin juda qiynalib chiqyapti. juda sekin 7-8 km/soatga yuryaptilar kamida. Mashina juda tutab ham ketdi, bilmadim qanchalik qiynalganini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana qarang, tezroq chiqadi endi. Charchab ketdilar-da, o'ngga rulni, chapga rulni qilib. Bunaqa mashina haydasa bor-ku, odamning qo'llari muskulistiy bo'lib ketsa kerak menimcha. Ты бы видел, как он рулем... Trailblazer.
Trailblazer chiqishini qaranglar, juda baland tikkali. Bizadan keyin sekin chiqib kelyaptilar. Tank 300 dizel motorda. Bo'yi biza chiqqan tikkalikni ko'ringlar, mana tank 300 yaxshi chiqib keldi, lekin qiynalmadi faktiski, lekin yomon fikr. oxirgi tank 300, ya'ni eng oxirgi mashinamiz qiynalmasdan chiqyapti. Bu stokoviy. Tepalikka chiqdik. Tepalikka chiqib, shu yerda joylashyapmiz. Narsalarimizni olib. Что ты забыл? А вот здесь черный. Ну, мне что Дима написал, я все взял. Надо все. Qozon tayyor. Что у нас сегодня в меню? Казан кабоб. Bugun Dima mana povur qozon kabob qiladi. Tovudan, a? Топа тоже. А что, Амаров не будет, что ли? Креветки я взял. Да, ну хотя бы, ладно, что теперь. Твоя машина нагреется. Слушай, тебе тоже такой нужен? Мою дверь закрой. Да? Пригодится. Вот Dimaga ham kerak, sizlarga ham kerak bo'lsa, bu juda udobniy ish. Bu ya'ni qo'lni yuvishga, idish tovonni yuvishga Не до гелик. suv to'ldirib, mana buni burab qo'ysanglar, udobniy bir kran bo'ladi. Умывальник. Umuvvalnik bo'ladi. Ha, bu 12 litrlik. Она лучше, чем гелик. Ichiga suv to'ldiriladi, yop qo'yilsa, u anaqa Гелик bo'ladi. она сюда. Mana hozir bitta quyamiz. Можешь туда налить, пожалуйста? Да, конечно. Сейчас я вот это закрою. Ты туда пока дали. Mana tayyor. Да, да, есть такое. Да я за полгода, наверное, второй раз за рулем эту машину. Paket для мусора. Musor tashiydigan paket borami? Bor, musor tashiydigan bor. No, ochamiz tegini. No, ochsa kran bo'ladi uni. Shundan yuvib olib 8 litr sig'adi ichiga. Sovg'a berishdi. Tabiiyki biz sovg'alar yaxshi ko'ramiz. Mana Aza sigaret chakyapti. Aza, такой подарок сделали. Очень прикольная вещь. Сейчас покажу, что такое. Одноразовая, что ли? А? Одноразовая петля? Да. Чтобы ekologiya rasvo qilmaslik uchun, ham mashinada yurganda oiladan xudo chiqarib sigaretni to'kmaslik uchun ozgina suv quyilar ekan. 10 sekund. Сейчас 10 sekund poylab turamiz. Mana sekin quyqa bo'lishni boshlayapti. Istadigan Давай. Видишь? Всё. Видишь? Еще rano, hali yana ozgina bor, hali quyuvlashmadi bu. Mana endi quyuvlashdi. Mana endi quyuvlashdi. Всё. Bo'ldi, uchmaydi. Prirodaga ham, bu asosiysi yana mashinaga ham udobli ekanda. Kafe, restoranlarga ham, misol uchun andarazli qilib bunday qo'yib qo'ysa ham, ishlatsa ham. Takoy anaqa ochiq joyda o'tirganimizda, yonimizda stol stullar bo'lsa, sigaret kullimda qilsak havolar bo'lsa uchib ketadi-yu. Да. Shunisi прикольный ekan. Mana. Tovudan qozon kabob. Dima yorvoradi. Men bir marta yeganman Dimani qo'lidan. Dimani qo'li shirin. Sadirlar ham chiqmadilar-yu. O'shaning uchun oldim-da Dimani. Shohruh aka, bizani mensimaydi, biz bilan chiqmaydi Shohruh aka. Men ikki marta chaqirdim. Shunaqa-ku Shohruh aka, to'g'rimi? Rosa chaqirdim. Har doim aldavorsiz. Sal qolsa ovqatni tuzsiz yedik, mana shu bolalardik. Не надо. Мне что, повар написал, я все купил. Bu ham meni robotga o'xshab, povur yozgan narsani olibdi. Хлеб кто забыл? А? А хлеб кто забыл? Все мы. По дороге, говорит, возьмем. To'g'ri urasiz. Faqat qarab turgan ekan. Yo'qlagan. Faqat qarab turgan. Nimaga qaraganini ham bilmaydi. Nimaga qarab turding desam, qarab turding deydi. Faqat qarab turish kerak ekan. Mana shunaqa. Qani?
Что там? Tayyormi? Bo'ldimi, ochamizmi? Qani bismillah deb, ha? Oho. Qilqillab turibdi-yu, telefon parlanib ketdi hatto. Надо как-то всем поближе сесть. Я думаю, hammamiz surilsak, sig'amiz. Ovqat pishdi. Endi ovqat yeb, ozgincha aylanamiz. demas bobo ofat bo'lsa ham kelay soqi. Test Drive Tank 300 dizelli motorda Akbar aka test drive qilib keldilar. Hozir emotsiyalarini ko'ramiz. Ya'ni mashina qanchalik darajada yoqqan, nima plusi bor, nima minusi bor. Mashina qanaqa ekan? Mashina agar biza buni boshqa mashina bilan solishtiradigan bo'lsak, birinchi navbatda buni interyer qismi ancha ustun. Ya'ni interyer qismi ancha bogatiy. O'zi umuman bunda olib qaraganda, hattoki men bu ranglarigacha knopkadagi o'zi umuman bunda ko'ringanda tarpetkalarni charm bilan qoplanganligi ozgina bir qimmat klass mashinaligini ko'rsatyapti. Endi eng asosiysi buni yurishi. Bunda keyman podveski bundan oldin aytilgandek qo'yilgani uchun hozir eng yumshoq anaqasida turibdi, rejimida turibdi. Yumshoq bunaqa yo'lda yurganda endi ozgina mashinaga urishni boshlaydi, ya'ni valki bo'lib qoladi. Buni sal qattiqlashtirsa, keyman podveskida bemalol xuddi biz 212 da qandoq sakragan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa sakrasa bo'ladi. Buni endi ko'p videolarda ko'rganmiz. Qo'shni davlatdagi do'stlarimizda. Va bu mashina oldin haydagan edim. Dizelligini hisobiga aytgancha, dizelligini hisobiga tiagasi menga yoqdi. Ya'ni pastdan srazu tiaga beryapti. Gazni bosganda, ana turbo yamasi nisbatan kamroq, chunki dizel babi srazu pastdan momenti ko'p. Umumiy olganda shu. O'rtoqlar, bo'ldi, ovqatlanib bo'ldik. Soatimiz 5 ga qarab ketyapti. Yaqinroq kechada bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Nimani ko'rsatmoqchiman? Mana o'tirgan joyimiz. Mana yo'lda mana ovqatlanib o'tirdik. Musorni mana mashinaga soldik. Hamma narsamizni yig'ishtirib ketamiz. Hozir qolgan mayda-chuyda narsalar bilan joylayapmiz. Пакетик нужен? Kimnidir narsasi ekan shekilli. Это чьи вещи? Дамира. Damira. По-моему, да. Xullas kalom, sizlarga ham iltimos. Hamma emas, lekin hozirgi paytda ko'ryapmiz, ko'pchilik mana shunaqa chiroyli tabiat kiygandan keyin nimagadir musorni olib ketishga erinmayapti. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Shu narsani iltimos qilsanglar, o'zingizlardan keyin kimdir chiqib tamolsa ham. Вот один есть. Qarayman qilayotgan ishini. Что так тоже можно было? Ну-ка. Binoklga kamera yaqinlashtirsa. И что там? Город? Mana shuni yaqinlama. Bunday qilsa yaqinlashadi o'zi. Xullas mana uzoqroqdan bir o'tirgan joyimizni ko'rsatib qo'ysam. Mana shunaqa joyda joylashdik. Jimjitlik. Boya ana pastdan yurib chiqib keldik. Pastdan yurib, bu yoqqa chiqib keldik. Kelgan joyimizdan qaytib ketishga majbur bo'lyapmiz. Birinchi aza boshladi, eson-omon chiqib oladigan umidda. Bemalol. Bemalol chiqib ketdi. А все, Дима выходит, тогда все выходят.
Podъем нормальный. Boya tushayotganimizda endi yomg'ir yog'gan payti edi-da. Qo'l shilta payti edi. Ya уже yomg'ir to'xtab, biz ovqat yegunimizcha quyosh ancha quritib qo'yibdi. Ashdan o'tib olsak, bu yoq уже qiyin joyimiz. Все поднялись. А, бема уже манна qurib bo'lgan. Bemalol, na izi. Ha, na izi, повышенныйda, ana faqat передачani pastroq yurib qo'ysak, katta передача chiqadi. Qani qora? Kelyaptimi? Titraylik kelyapti. Tank 300 dizelli. Nechi bilan? Orqasidan stokoy tank 300. Yuravering. Ketdik biz ham. Dameli ketidan distans ushamaymiz, yo'l qurib o'tdi mana. Boya Mametni yaxshigina sirg'anchiq uydi. Hozir mana shu qurib. O'zi kelgan yo'limiz o'ng tarafdan edi. Biz bu yoqqa to'g'riga yurganmiz, bu yoqqa yurmaganmiz. Vro'ji yo'l bor ko'rsatyapti. Agar bu yoq tarafni ko'rsak, bu yoq tarafni ko'rsak, yo'l bor ko'rsatyapti. Ko'ramiz, agar o'xshasa Qumishkon tarafga chiqib olishimiz kerak. Mana shunaqa yam-yashil qarasanglar, chunki ko'rinishini, voy, juda go'zal, chiroyli. Kolonnani ham qaranglar, chiroyli ketchini. Qo'shuv qo'yib yuboradigan joy ekan-a bu. Anaqanikimi? Барака, как не мы этот вообще спокойно с Садхамом не торопясь поднялись, там зацеп есть? Ну не знаю, 80-ки тяжело. Там ko'ryapsizlarmi, yo'lni mana bunaqasidan keluvdik. Qolgan mashinalar ham sekin kelishyapti. 80 tali o'chib qolyapti. 80-ка глохнет. А вас блок сзади.
Manzara. И между снимайте фристайл. Ага, сейчас я ему. Не, ну я думаю, может, если вы рядом, то это точно так. Yürü. Yo'llarni qo'yasan. Rul shuda, rul shuda, rul shuda, rul shuda. Rul ко мне. Bogатыри. Chiqib oldi. Tank 300 lar kelishyapti, oldinma ketdim. Ha, tank 300 lar bo'lsa, mana spokойно chiqib yo'yapti. O'rtoqlar, deyarli tushib oldik. Mamti loyiga qaranglar. Ham yo'l ko'rinadimi, yo'qmi? Ha, oqgan mashinalari. Hamma mashina. Hamma yoq qum bo'lib ketibdi, bor-ku, ham qaranglar. Вообще, o'zi ham haqiqiy loy jangi bo'lsa ham bo'ladi. Da. Aza shu yerdan chiqish kerak edi deydi. Voh, atqanmi. Shu hamma keldi. O'rtoqlar, asfaltga chiqdik desak ham bo'ladi. Bo'ldi. Loyli yo'llarimiz tugadi. Ну чё, асфальтga chiqib oldik. А? Подниматься надо в следующий раз отсюда. Это в следующем году? Не, ну может дождь. Asfaltga ham chiqib oldik. Oldik. Bo'ldi. Hech kim botmadi lekin. Ha, chetda sal zerkarliroq bo'ldi bugun, ha? Orqaga qaytib ketish kerak. Ha? Chetga shunaqa ham. Идём обратно, а что-то скучно было. Да. Да что-то я уже это, для меня уже как-то это, легко, лайк. Ну что, как настроение? Классно. Как тебе сегодняшняя поездка? Баракан шикарно покатались. Ну, Супер. кстати, еда была очень вкусная. Спасибо. Отдельная благодарность. Ну что, хале, охе? Отлично. А? Настроение отлично. Ну, самое Машину главное. проверил, вроде проходимая. Вроде проходил. Понравился вам машина? Самое главное. Что, asfaltga chiqib oldik? Отдохнули, вообще здорово. А? Marshrutlari juda qiziqarli bo'ldi. Sal zerkarli bo'ldi. Hamda Biz odatda o'rganib qolganmiz. sizlarga endi zerikarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana botib qolishlar bo'lmadi, bilmayman, nimadir ana bir tortishlar bo'lmadi. O'shanga. Lekin zo'r bo'ldi lekin, rahmat. Ha, maza qildik. Maza qildik. O'rtoqlar, bo'ldi, asfaltga tushib oldik. Mana o'sha mamyo tarafimizda solnichniy observatoriyami. Quyoshli yana qatta anaqa turadi stansiyalar. Quyosh instituti. Ha, institut solnsa deydi rus tilida. Bashdan yursak, hozir parkatga tushib olamiz. To'g'ri O'zbekiston parki, Baxtumqulli ko'chasi, bo'yga kiramiz. Va shu bilan shu yerdan tarqalamiz boshqalarimiz. Umuman olganda bugungi sayohat
yomon o'tmadi, da ozgina zerikarli bo'ldi, ya'ni hech kim botib qolmadi, hech bir qiyinchiliklar bunaqa kutilgandek bo'lmadi. O'ziga yarasha loy bo'ldi, o'ziga yarasha dam bo'ldi. Yangi lokatsiya, glavnisi o'zimiz uchun ochdik. Juda ham chiroyli lokatsiya va bu joyga yana albatta qaytamiz. Sog' bo'linglar.